Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt orqali qiziqarli videolarni qanday sifatli generatsiya qilish mumkinligi haqida gaplashamiz. Ya'ni bugungi mavzumiz sizlar bilan qanday qilib to'g'ri promptlar yozish va promptlar orqali kuchli sun'iy intellekt modellariga videoni to'g'ri generatsiya qildirish haqida bo'ladi. Birinchi o'rinda qaysi modeldan foydalanamiz? Mana shu haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, men bugun sizlar uchun Google'ni VO3 modelidan foydalanib video generatsiya qilishni qadam-ba-qadam ko'rsatib o'rgatib bermoqchiman. Video quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Har bir harakatga qarshi teng va teskari reaksiya mavjud. Ya'ni bunda Newtonning 3-qonuniga tayyorlangan alohida videorolikni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Endi buni tayyorlash o'zi qanaqa etaplardan o'tiladi? Avvalambor sizlar Google'ni Gemini Pro akkauntini sotib olgan bo'lishingiz kerak va buni sizlar bir oyga tekinga ishlatishingiz ham mumkin. Google Gemini Pro deb Google'ga yozadigan bo'lsak, Gemini Pro birinchi chiqdi. Mana AI Plus akkaunt, AI Pro akkauntlari bor va ularni bir-biridan farqlari haqida bu yoqda gap ketgan. Bular sizlarga bir oy tekin ishlatishga ruxsat beradi. Mana bir oy tekinga ishlatish. Mana shunga bog'lanasiz, ya'ni o'z Google akkauntingizdan kirgan holatda Get Started'ni bosib, bunga ulanib olasiz va bunga bog'langaningizdan keyin viza karta so'raydi. Viza kartangiz bo'lsa shuni kiritib tasdiqlashingiz kerak. Undan keyin Gemini google.com ga kiradigan bo'lsanglar, sizlarda endi Google'ni AI Pro akkaunt ishlashni boshlaydi. Mana bu yoqda Pro degan yozuv ham turadi. Endi video generatsiya qilish 3 ta etapdan iborat bo'ladi. Birinchi etap bu matnni generatsiya qilish kerak. Ya'ni video yaratish uchun beradigan buyrug'imizni o'zini generatsiya qilamiz. Rasmni generatsiya qilamiz va keyin oxirida videoni generatsiya qilamiz. Men sizlarga hozir kuttirib o'tirmaslik uchun tayyor yasab qo'ygan videoyimni qanaqa yasalganligi ketma-ketligida ko'rsatib bermoqchiman. Demak, birinchi, ya'ni savol yozamiz. Aytaylik, Newton 3-qonuni uchun 5-sinflar uchun video tayyorlamoqchiman. Prompt yozib ber. Ya'ni promptni o'zini ham Geminiga yozdiramiz. Bu prompt qanaqa bo'lishi mumkin? U sizga bu video qanaqa yasalishi haqida to'liq matnni yozib beradi. Va bu matnni biz video generatsiya qilayotgan ishlatamiz. Mana ko'rsanglar, maxsus promptlarimizni A, B, C etaplarga bo'lib, texnik tavsiyalari bilan, ya'ni video generatsiya qilishda videograflar tushunadigan tillarda yozib bergan. Keyin esa bu videoda o'zimiz agar biron g'oyangiz bo'lgan bo'lsa, shu yerda kiritasiz. Boshda yozayotganda kiritishingiz kerak. Sizni g'oyangizni batafsil tushuntiring. Men 2 qatorga yozib qo'yganman. Aslida 10-20 qatorlab yozib tushuntirganingizni tavsiya qilaman. Shunda siz xohlayotgan narsani bitta prompt bilan olishingiz mumkin bo'ladi. Va undan keyingi ikkinchi etap endi rasm generatsiya qilish. Agar sizni videoyingizda maxsus qahramonlar bo'lgan bo'lsa, o'sha qahramonlarning tayyor rasmi bo'lsa, shuni tashlaysiz. Agar yo'q, o'zingiz qahramonni generatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, uni ham skriptda aytishingiz kerak. Ya'ni mana shu video uchun qahramon sifatida milliy o'zbek ertak qahramoni rasmini chizib ber. Bu bizga aytaylik, bitta ertak qahramon rasmini chizib ber. Agar yoqmasa aytamiz va yana chizadi. Va rasm chizayotganda unutmanglar, nano bananani tanlab qo'yishingiz kerak. Mana bu yoqda pastda vositalar bor. Vositalarimizda mana necha xil vosita bor. Rasm yaratish, video yaratish, canvas kabi vositalarni ko'rishingiz mumkin. Sizlar rasm yaratishni bosib turib, rasm chizishni undan so'raysiz. Ya'ni qahramonlar. Balki 3-4 ta qahramon bordir. Misol uchun o'g'il bola qahramon, qiz bola qahramon, balki hayvonlar ishtirok etadi. Shu qahramonlarni bittalab rasmini chizdirtirasiz. Menda hozir shunchaki bitta qahramonni rasmini chizdirtirdim va rasm tayyor. Bu yoqda video yaratish uchun ssenariy tayyor. Ana endi biz uni video yaratish uchun alohida berishimiz kerak. Yangi chat ochasiz. Mana aytaylik, bu yoqda yangi chat ochganim turibdi. Va unga siz rasmni tashlaysiz, rasmni plus orqali o'sha rasmni biriktirasiz hamda prompt matnini yozasiz. Boya AI ni o'zi bizga yozib bergan, Gemini ni o'zi yozib bergan promptni unga yozib berasiz. Va mana shu prompt bilan rasmni berganingizdan keyin u o'ylaydi. Bu vaqt talab qiladigan jarayon. O'ylab ozgina vaqt o'tgandan keyin sizga videoni generatsiya qilib beradi. Va albatta unutmanglar, video generatsiya qildirayotganda bu yoqdan aynan video yaratish, mana menda VO3 bir turgan ekan, shuni bosib qo'yishingiz kerak. Shunda u avtomatik videoni generatsiya qiladi. Va mana bu sizlar ko'rgan video. Har bir harakatga qarshi
teng va teskari reaksiya mavjud. Biz hozir 5-sinflar uchun deganimiz uchun buni multfilm ko'rinishida qilib beryapti. Biz turli xil kino effektlari qilishimiz mumkin, ya'ni realistikroq qilishimiz ham mumkin. Aytaylik, qaysidir kinoni bir qismiga o'xshatib qilishimiz mumkin. Siz tasavvuringizga siqqan istalgancha videoni generatsiya qilishingiz mumkin. Va ko'rgan bo'lsanglar, bu aytaylik 8 sekundlik. Bu uzog'i 20-30 sekundlik bo'ladi odatda generatsiya qilingan videolar va ularni siz alohida bitta dasturda ulab bitta katta kichkina kinocha yoki multfilmcha ular yasashingiz mumkin. Bu uchun CapCut yoki shunga o'xshash ilovalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni videolarni ulab turib bitta katta video qilib olishingiz uchun. Demak, bu eng asosiy muhim narsalar. Eng muhimi, prompt yozayotganda promptda sizni holatingiz qanaqa va bu video kim uchun va u qanaqa qiymat berish kerakligini aytib o'tishingiz kerak. Ya'ni kimlar uchun qanaqa video chiqazamiz va undan qanaqa kutuvlaringiz bor. Mana shularni muhimini aytsangiz, qolganini sun'iy intellektni o'ziga topshirsangiz bo'ladi. Demak, agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, do'stlaringizga ulashinglar, yangi mendan kontentlarni kutib qolinglar, o'z fikringizni izohlarda yozinglar, kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.